Bezga suv keladi. Nima qildi? Boshlaymiz. 1 daqiqa. Avtomatik ko'rgazmani bugun 3-kuni. Ishoninglar, mikrofonni gapirishga o'zi bo'lmayapti. Konserter 4 ta, televizor 6 ta. Voy, tamasi bor bitdi. İmkoniyatlar cheksiz. Ko'rgazmada sizlarni men Siz oke, sizga bitta imkoniyat, bitta ishtirokchi o'ynaydi hozir. Bitta analiz qilib olasiz. O'shaga nima deysiz? O'ynaysiz, bitta odam o'tkazasiz. Necha yil bo'ldi qo'lingizga durishlamaganingizga. Hozir shunda nima qilish kerak? Oke o'tdi. Mana shu burchakda, shu burchakgacha xohlagan kulichingiz bitta ochko hisoblanadi. Optimalli variant hozir brat bergan variantlardi. Hamma har xil yig'yapti. Biz Twitterga borganimizda bolg'adan boshladik. O bitta urdi, bittasi 18 ta bilan urib ketdi. Hozir siz 30 ta taqling, shuni men o'raman bo'ldi. Bundan ko'ra bermayman. 1 2 3 ketdi oke. Stop oke, sizga imkoniyat. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham diksodaga ham harakat qilib ko'rdilar. 10 bitta. $100 hisoblaganda $1100 deyaptilar. Voydan! Oke, gap bo'lishi mumkin emas. Shunchalarimizga bo'lsa ham, ozgina bo'lsa ham, necha yillar bir kurishlamagan bo'lsangiz ham, oke, o'zingizni ko'rsatib berasiz. Lekin $2000 olmadim, oke. Nega? Ha, aytdim nimaga? Ikkita berishga haqqimiz bor. Oke, joningiz omon bo'lsin. Yo'q, cho'tki. Bo'ldi, oke, joningiz omon bo'lsin. Bu yoqda $2 million pul ketyapti, prosta tak. Biz $500 xursand bo'ladik.